Salom qadrli tomoshabinlar va kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan bitta muhim masala haqida gaplashamiz. Bu masala sizning shaxsiy byudjetingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Agar bu videoni oxirigacha ko'rmasangiz, siz minglab, hatto millionlab so'mlik to'lovlarni shunchaki yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Bu ogohlantirish emas, balki haqiqat. Ko'pchiligimiz davlat tomonidan beriladigan ba'zi qo'shimcha imtiyozlar va to'lovlar borligini bilamiz. Ammo ularni qanday olishni yoki buning uchun nima qilish kerakligini bilmaymiz. Bugungi mavzu aynan shu haqda. Siz ba'zi muhim qo'shimcha to'lovlarni oddiygina ariza bermasdan ola olmaysiz. Bu har biringiz uchun juda muhim ma'lumot. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Agar kanalimizga hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna tugmasini bosing va bu videoga like qo'yishni unutmang. Chunki bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi avvallari. Ayrim to'lovlar yoki imtiyozlar odatda avtomatik ravishda tayinlanardi yoki ularni olish jarayoni ancha sodda edi. Masalan, bolalar nafaqalari, keksalar uchun ba'zi bir imtiyozlar yoki nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladigan kompensatsiyalar ma'lumotlar bazasida mavjud ma'lumotlarga asosan ba'zan hech qanday qo'shimcha harakatsiz amalga oshirilardi. Ba'zi hollarda tegishli tashkilotlarga ma'lumot yetib borganida ular siz bilan bog'lanishi va hujjatlarni rasmiylashtirishingizga yordam berishi ham mumkin edi. Bu tizim o'ziga yarasha qulayliklarga ega edi. Lekin ayni paytda katta muammolarni ham keltirib chiqardi. Masalan, davlat byudjetidan sarflanayotgan mablag'lar qaysi oilalarga haqiqatda yetib borayotgani, ularning real ehtiyojlari qanchalik qondirilayotgani haqida aniq ma'lumotlar bo'lmasdi. Ba'zi odamlar to'lovlarni olardi-yu, lekin ularga aslida ehtiyoj yo'q edi. Boshqalar esa aksincha haqiqiy ehtiyojmand bo'la turib, ma'lumot yetishmasligi tufayli bu yordamdan bexabar qolishardi. Hozir esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli, shaffof va manzilli qilishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirdi. Endi ko'plab qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va subsidiyalar shunchaki avtomatik ravishda tayinlanmaydi. Ularni olish uchun sizning faol harakatingiz, yana tegishli ariza bilan murojaat qilishingiz shart. Bu o'zgarishning asosiy sababi yordam faqatgina haqiqatda muhtoj bo'lgan shaxslar va oilalarga yetib borishini ta'minlash. Davlat har bir so'mning o'z egasiga yetib borishni istaydi va buning uchun har bir fuqaroning o'z ehtiyojlari haqida rasmiy ravishda xabar berishni talab qiladi. Shuningdek, bu tizimning shaffofligini oshirish va ortiqcha byurokratiyani kamaytirishga qaratilgan qadamdir. Endilikda sizning moliyaviy holatingiz, oilaviy ahvolingiz va ehtiyojingiz har bir ariza orqali aniq ko'rib chiqiladi. Shunday qilib, agar siz har qanday turdagi qo'shimcha to'lovga yoki imtiyozga haqli deb hisoblasangiz, shunchaki kutib o'tirishning foydasi yo'q. Faol bo'ling, hujjatlarni to'plang va ariza bilan murojaat qiling. Aks holda bu imkoniyat sizning qo'lingizdan ketishi aniq. Keling endi qanday to'lovlar haqida gap ketayotganini va kimlar bunga ayniqsa e'tibor berish kerakligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu qism ayniqsa muhim. Chunki men sizga aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchidan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordamlar. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi bitta farzandi bor yosh ona Oyjamol ismli ayol. Uning oylik daromadi minimal iste'mol xarajatlardan salgina yuqori, masalan, oyiga 1.200.000 so'm. Odatda u o'zini kam ta'minlangan deb hisoblamasligi mumkin, chunki qandaydir ma'noda tirikchilikni o'tkazmoqda. Lekin amaldagi qonunchilikka ko'ra, oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad ma'lum bir miqdordan, masalan 500.000 so'm oshmasa, u oila kam ta'minlangan deb topilishi mumkin. Bu Oyjamol misolida. Agar erining daromadi bo'lmasa yoki umuman ishlamasa, uning oilasiga har bir kishiga 600.000 so'mdan 1.200.000 to'g'ri keladi. Bu esa belgilangan me'yordan yuqori. Ammo uning farzandi borligi sababli bola uchun alohida nafaqa borligini bilmasligi mumkin. Bu nafaqani olish uchun esa u mahalla fuqarolar yig'iniga yoki davlat xizmatlari markaziga ariza bilan murojaat qilishi shart. Agar u murojaat qilsa, uning farzandi uchun har oyda aytaylik 2.500.000 so'm miqdorida nafaqa tayinlanishi mumkin. Bu Oyjamol uchun qo'shimcha 3 million so'm degani. Agar u ariza bermasa, bu pulni ola olmaydi. Ko'rib turibsizmi? Hatto minimal daromadga ega bo'lgan oilalar ham qo'shimcha yordamga haqli bo'lishi mumkin, lekin buning uchun ariza kerak. Ikkinchi misol
qishloq joylarda yashovchi dehqonlar yoki tomorqa xo'jaliklari egalari uchun subsidiya va imtiyozlar. Faraz qilaylik, Farg'ona viloyatida yashovchi fermer Akmal akaga u o'zining tomorqasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiradi va uskunalar sotib olish uchun davlatdan subsidiya olishi mumkinligini eshitgan. Masalan, yangi nasos sotib olish uchun unga davlat tomonidan o'tmis mexi subsidiya berilishi mumkin. Agar nasos 5 million so'm tursa, u 20 million 500 ming so'm tejashi mumkin. Ammo bu subsidiya avtomatik tarzda uning hisobiga tushmaydi. Akmal aka qishloq xo'jaligi vazirligining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga ariza bilan murojaat qilishi, nasosning texnik pasporti, xarid cheki kabi hujjatlarni taqdim etishi kerak bo'ladi. Agar u bu jarayonni bilib ariza bermasa, u o'z foydasidan mahrum bo'ladi. Bu imtiyoz ko'pchilik qishloq aholisi uchun juda katta yordam bo'lishi mumkin, ammo faqat ariza orqali erishiladi. Uchinchi misol, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar va kompensatsiyalar. Tasavvur qiling, Sirdaryo viloyatidan 7 yoshli Gulnora aya. U nafaqa oladi, lekin uning surunkali kasalligi bor va muntazam ravishda dori-darmon sotib olishga majbur. Uning pensiyasi aytaylik 20 million 200 ming so'm. U davlat tomonidan nogironligi bo'lgan shaxslar uchun tibbiy xizmatlar yoki dori-darmon xarajatlarini qoplashga mo'ljallangan qo'shimcha kompensatsiya to'lovlari borligini bilmaydi. Ba'zi kasalliklar ro'yxatiga kiritilgan shaxslarga. Masalan, oyiga 300 ming so'mgacha qo'shimcha to'lov berilishi mumkin. Bu yiliga 3 million 600 ming so'm degani. Gulnora aya nogironlik guvohnomasi va tibbiy ma'lumotnomalari bilan pensiya jamg'armasiga yoki mahalla fuqarolar yig'iniga ariza bilan murojaat qilishi kerak. Agar u buni qilmasa, bu muhim yordamdan mahrum bo'ladi. Buni faqat dorilar uchun, balki protezlar, ortopedik buyumlar yoki sanatoriy kurort davolanishi uchun ham qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Kimdir menga hech kim aytmadi-ku deb o'ylashi mumkin. Lekin endilikda tashabbus fuqaroning o'zidan chiqishi lozim. Xulosa qilib aytganda, kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak? Daromadlari past bo'lgan oilalar, yolg'iz onalar, boquvchisini yo'qotganlar, nogironligi bo'lgan shaxslar. Shuningdek, qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanuvchilar va ma'lum ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlar. Kimlar xavotirlanmasa ham bo'ladi. Avtomatik ravishda tayinlanadigan, masalan, pensiya yoki maoshga bevosita bog'liq bo'lgan to'lovlar. Agar siz allaqachon barcha hujjatlarni taqdim etib, to'lovlarni olayotgan bo'lsangiz, lekin hatto bunday hollarda ham yangi imtiyozlar yoki to'lovlar paydo bo'lishini doim kuzatib borish muhim. Endi esa istisno holatlar. E'tibordan chetda qoladigan nozik jihatlar va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tuzoqlar haqida gaplashamiz. Bu qism ham juda muhim, chunki ba'zida to'g'ri ariza bergan taqdiringizda ham ma'lumotlar yetishmovchiligi yoki nozik jihatlarni bilmaslik tufayli rad javobini olishingiz mumkin. Birinchi istisno. Agar siz avvalroq ariza berib, ma'lum bir turdagi nafaqani olayotgan bo'lsangiz va bu nafaqa muddati tugamaganda, uni uzaytirish uchun yana ariza berishingiz shart emasligi mumkin. Misol uchun, ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali ro'yxatga olingan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar ba'zi hollarda avtomatik ravishda uzaytirilishi mumkin, agar oilaning moliyaviy holatida sezilarli o'zgarishlar bo'lmasa. Ammo bu har doim ham shunday bo'lmasligi mumkin. Ba'zi to'lovlar har 6 oyda yoki yilda bir marta yangitdan ariza berishni talab qiladi. Shuning uchun har doim tegishli tashkilotdan aniq ma'lumot olish zarur. Bu men olaman-ku deb xotirjam bo'lishning xavfli joyi. Ikkinchi istisno, ma'lum bir favqulodda vaziyatlarda beriladigan bir martalik moddiy yordamlar. Masalan, tabiiy ofatlar natijasida jabrlangan oilalarga hukumat tomonidan bir martalik yordamlar ajratilishi mumkin. Bunday hollarda ko'pincha mahalla komissiyalari yoki hokimliklar bevosita zararlangan oilalar bilan aloqaga chiqib, hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beradi. Lekin hatto shunday holatlarda ham sizning murojaatingiz vaziyatni tezlashtirishi va sizni e'tiborga olishlariga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun kimdir yordam beradi deb kutmasdan o'zingiz ham faollik ko'rsating. Endi tuzoqlar va nozik jihatlar: birin, arizani to'ldirishdagi xatolar. Arizangizdagi har qanday xato, masalan, noto'g'ri raqamlar, ism familiyada orfografik xatolar yoki noto'g'ri manzil ko'rsatilishi arizangizning rad etilishiga olib kelishi mumkin. Bu jarayonni sekinlashtiradi va sizga pulni kechikish bilan berilishiga sabab bo'ladi. Har bir ma'lumotni 2 marta tekshiring. Ikki hujjatlar to'plamidagi kamchiliklar. Ko'pincha
ariza bilan birga taqdim etilishi kerak bo'lgan barcha hujjatlar ro'yxati mavjud. Bu ro'yxatda masalan pasport nusxasi, nikoh guvohnomasi, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi, bank hisob raqami ma'lumotlari, daromadlar haqidagi ma'lumotnoma, ish joyidan yoki soliq idorasidan tibbiy ma'lumotnomalar agar kerak bo'lsa va hokazolar bo'lishi mumkin. Bitta hujjat yetishmasa ham arzangiz ko'rib chiqilmaydi yoki qaytariladi. O'tish muddatlariga rioya qilmaslik, ba'zi qo'shimcha to'lovlar yoki subsidiyalar uchun murojaat qilishning qat'iy muddatlari bor. Misol uchun, bolalar nafaqalari odatda bola ma'lum bir yoshga, masalan, 4 yoshga to'lgunga qadar beriladi. Agar siz muddat o'tib ketgandan keyin murojaat qilsangiz, avvalgi davrlar uchun to'lovlarni olish imkoniyatini yo'qotishingiz mumkin. Yoki qishloq xo'jaligi subsidiyalari faqat ma'lum bir davrda qabul qilinishi mumkin. Doimiy ravishda tegishli tashkilotlarning e'lonlarini kuzatib boring. 4. Ma'lumotlarning eskirganligi. Agar oilangiz tarkibida o'zgarishlar, tug'ilish, nikoh, ajrashish, vafot bo'lsa, yoki daromadingizda sezilarli o'zgarishlar, ishdan bo'shash, yangi ishga kirish, daromadning kamayishi, ko'payishi bo'lsa, sizning ilgari olgan to'lovingizni olish shartlaringiz o'zgarishi mumkin. Ba'zi hollarda bu haqda darhol xabar berish talab qilinadi. Aks holda noto'g'ri to'lovlar uchun javobgarlikka tortilishingiz mumkin. 5. Qaysi tashkilotga murojaat qilishni bilmaslik. Ko'plab qo'shimcha to'lovlar mavjud va ularning har biri turli tashkilotlar tomonidan tayinlanishi mumkin. Masalan, pensiya va nafaqalar pensiya jamg'armasi, kam ta'minlangan oilalarga yordam mahallari orqali. Subsidiyalar esa tegishli vazirliklar, qishloq xo'jaligi, qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi va davlat xizmatlari markazlari orqali amalga oshiriladi. Noto'g'ri joyga murojaat qilish vaqtingizni bekorga sarflaydi. 6. MyPogoGov.uz portali imkoniyatlari. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlariga shaxsan borish shart emas. Ko'plab arizalarni MyPogoGov.uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn tarzda topshirish mumkin. Bu vaqtni tejaydi va jarayonni soddalashtiradi. Lekin ba'zida tizimga elektron imzo orqali kirishda yoki hujjatlarni yuklashda texnik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunga tayyor bo'lish kerak. 7. Ma'lumotlarning mahalliy o'zgarishlari. Ba'zi imtiyozlar yoki mahalliy yordamlar faqatgina ma'lum bir hudud, viloyat, tuman, shahar aholisi uchun mo'ljallangan bo'lishi mumkin. Bu haqda tegishli hokimliklarning rasmiy veb-saytlaridan yoki mahalliy OAVdan ma'lumot olish tavsiya etiladi. Shunday qilib, ko'rib turganingizdek, jarayon murakkab bo'lmasa-da diqqat va e'tibor talab qiladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Bu bo'limda sizga aniq qadamlar va ko'rsatmalar beraman. Biri qayerdan boshlash kerak? Birinchi qadam, o'zingiz haqli deb bilgan yoki shubha qilgan to'lov turini aniqlash. Agar siz kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lsangiz, bola parvarishi bo'yicha nafaqa, moddiy yordam olishingiz mumkin. Agar nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsangiz, qo'shimcha kompensatsiyalar borligini tekshiring. Fermer bo'lsangiz, subsidiyalar haqida ma'lumot oling. Ma'lumot olish uchun mahalliy mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Ularda ko'pincha barcha ijtimoiy to'lovlar bo'yicha asosiy ma'lumotlar mavjud bo'ladi. Davlat xizmatlari markaziga tashrif buyuring yoki ularning yagona milliy qurimdagi qisqa raqamga qo'ng'iroq qiling. Ular turli xizmatlar bo'yicha keng ma'lumot bera oladilar. MyPogoGov.uz portaliga kiring. U yerda davlat xizmatlarining to'liq ro'yxati va ularni olish tartibi batafsil ko'rsatilgan. Qidiruv satidan foydalanib, sizga kerakli to'lovni topishingiz mumkin. O'zbekiston Respublikasi Ijtimoiy himoya agentligining rasmiy veb-saytini Sotsial.uz ko'rib chiqing. Bu agentlik ijtimoiy himoya sohasidagi barcha masalalarni koordinatsiya qiladi. 2. Qanday hujjatlarni to'plash kerak? Har bir to'lov turi uchun hujjatlar ro'yxati farqlanadi, ammo umumiy bo'lganlari quyidagilar: pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat nusxasi. Nikoh guvohnomasi agar mavjud bo'lsa va ajrashish guvohnomasi agar mavjud bo'lsa nusxalari. Bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari nusxalari agar bolalar uchun nafaqa bo'lsa. Oilaning daromadlari haqidagi ma'lumotnoma, bu ish joyidan oylik maosh haqida, soliq idorasidan agar tadbirkor bo'lsangiz yoki pensiya jamg'armasidan agar pensiya olsangiz olinadi. Odatda oxirgi 12 oylik daromad so'raladi. Bank hisob raqami, plastik karta raqami ma'lumotlari. Pul aynan shu hisobga o'tkaziladi. Agar mavjud bo'lsa, kadastr hujjatlari nusxasi agar yerga yoki uy-joyga oid subsidiya bo'lsa. Ba'zi hollarda uy xo'jaligi hisobi kitobi,
domov yakiniga yoki uyda yashovchilar soni haqidagi ma'lumotnoma, qo'shimcha hujjatlar, masalan, kasallik tarixi epkiriz, chek va kvitansiyalar, agar kompensatsiya so'ra olsangiz. Eng muhimi, barcha hujjatlarning asl nusxalari sizda bo'lsa va nusxalarini taqdim eting. Asl nusxalarini ko'rsatish talab qilinishi mumkin. Arizani qanday yozish kerak? Aksariyat hollarda davlat xizmatlari markazlarida yoki mahalla fuqarolar yig'inlarida arizaning tayyor blankalari mavjud bo'ladi. U yerdagi xodimlar sizga blankani to'ldirishda yordam berishlari mumkin. Agar siz mybank.gov uz orqali ariza topshirayotgan bo'lsangiz, u yerda elektron shakl mavjud. Agar qo'lda yozma ariza topshirishingiz kerak bo'lsa, u quyidagi tuzilishga ega bo'lish kerak. Kimga qismi. Arizani qaysi tashkilot rahbariga yozayotganingizni aniq ko'rsating. Masalan, mahalla fuqarolar yig'ini raisi Faxriddin Ismatovga yoki davlat xizmatlari markazi direktori Alisher Karimovga. Bu kimdan ki qismi. Sizning ism familiyangiz, yashash manzilingiz, pasport seriyasi va raqami, telefon raqamingiz, asosiy qism bayonot. Bu yerda siz qanday qo'shimcha to'lovni yoki imtiyozni olishni istayotganingizni aniq va tushunarli qilib bayon qilasiz. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining sonli qarori asosida kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordam pulini tayinlashni so'rayman. Mening oilam 2 kishidan iborat. Oila a'zolarining umumiy oylik daromadi so'mni tashkil etadi. Ilova, arizaga ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati, masalan, ilovada pasport nusxasi, nikoh guvohnomasi nusxasi, daromad haqida ma'lumotnoma, sana va imzo. Arizani yozgan sanangiz va shaxsiy imzongiz. Arizangizning nusxasini o'zingizda saqlab qolishni unutmang va agar shaxsan topshirayotgan bo'lsangiz, nusxaga kiruvchi raqam va sana qo'yishlarini so'rang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi. Hurmatli do'stlar, bugungi videoda sizga eng muhim ma'lumotlarni yetkazishga harakat qildim. Xulosa qilib aytganda, davlat tomonidan beriladigan ko'plab qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va subsidiyalar shunchaki avtomatik tarzda sizning cho'ntagingizga tushmaydi. Ularni olish uchun sizdan faollik, ya'ni tegishli ariza bilan murojaat qilish talab etiladi. Bu sizning huquqingiz va imkoniyatingiz. Unga befarq bo'lmang. Har bir detalni o'rganing, kerakli hujjatlarni to'plang va harakat qiling. Aks holda siz millionlab so'mlik moddiy yordamni shunchaki bo'y berib qo'yishingiz mumkin. Bu sizning o'zingizga va oilangizga g'amxo'rlik qilishning muhim bir qismidir. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. O'z fikr va mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz qanday qo'shimcha to'lovlar haqida bilasiz yoki ularni olishda qanday qiyinchiliklarga duch kelgansiz? Bu videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing, chunki bu ma'lumot har birimizga kerak bo'lishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali videolar kutmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi videolarda ko'rishguncha